Shukronalik kuchlari. Pam Ground kitobiga savollar. Hammasi qulab tushayotgan va tugadi degan paytda shukronalik nima bera oladi? U tashqi muammolarni emas, seni o'zligingni tuzatadi. Shukronalik bu og'riqni inkor qilish emas, balki undan o'tish yo'llarini tanlashdir. Hech narsa sodir bo'lmayotganda nima uchun shukr qilish kerak? Hech narsa bu hayot yo'qligi emas. Bu tayyorgarlik davri. Sukut bo'shliq emas. Bu imkoniyatlarning tortish kuchi. Shukronalik ana shu jimjitlikda ham mo'jizalarga yo'l ochadi. Faqat ularni ko'ra boshlashing kerak. Shukronalik tafakkurni qanday o'zgartiradi? U fikrni menda nima yo'qdan men nimaga egaman tomon siljitadi. Bu esa og'irlik markazini o'zgartirishga o'xshaydi. Endi sen qo'rquvdan emas, to'liqlikdan fikr yuritasan. Bunday tafakkur esa butun taqdirni yangilaydi. Shukronalik o'z-o'zini aldaganlik emasmi? Yo'q. O'z-o'zini aldagan odam hammasi yaxshi deb o'zini ishontiradi. Shukronalik esa hammasi qanday bo'lsa, shundayligicha deb tan oladi. Lekin diqqatni kuchga qaratadi. Zaiflikka emas. Bu romantika emas. Bu radikal haqiqat. Quvonch yo'qligida ham shukr qilish mumkinmi? Albatta. Chunki shukronalik bu tuyg'u emas. Bu harakat. Bu qorong'ilikda sham yoqishga o'xshaydi. Atrof yoritilgani uchun emas, aynan qorong'i bo'lgani uchun. Quvonch keyin keladi. Ammo sham seniki.